Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Demak, Sinefix 111. Sizlar bilan bugungi darsimizda birinchi darsimiz, YouTube'dagi birinchi videomiz eksklyuziv и avtorskiy strategiya bo'ladi, xudo xolisa. O'rtoqlar, bu narsalarni sizlar boshqa tarmoqlarda topa olmasliginglar mumkin. Aynan bu strategiya shaxsan o'zimiz bozorda kuzatib chiqib, ko'rib, demak, o'rgangan narsamiz hisoblanadi. Sizlarga primer qilib 2-3 ta joylarni ham ko'rsatib beraman, lekin bozordan 500 ta topsanglar bo'ladi. Undan aniq ayta olaman, 490 tasi ishlab beradi. Xo'p, bozorga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda kerak bo'ladigan time frame bu 15 daqiqalik time frame hisoblanadi. Bozorda bir kunda 4-5 martalab o'sha demak, vaziyatni kuzatishingiz mumkin va o'sha vaziyat bilan savdoga kirib ketishingiz mumkin. Bizga kerak bo'ladigan, demak, narsa nima bo'ladi? Bozorda misol uchun avvalda trendni aniqlab olish. Demak, trend uptrend bo'yicha ishlashligimiz kerak. Bozorda uptrend ketayotgan holatda 15 minutlik time frame'da pastga qarab qulagan 3 ta svechani topib olamiz. 15 daqiqalikda, demak, 45 daqiqa ketyapti bu vaqt oralig'ida. Sizda mana shu 3 ta pastga qarab qulagan svechamizni topganimizdan keyin buni rangiga e'tibor bermaysizlar, kelinglar mayli qizil rangga o'tkazib qo'yaman, chunki pastga qarab qulashligi kerak bo'ladi. Ranglari bir xil, eng kamida 3 ta. Masalan, siz bu yerda 2 ta dona ko'rib qolsangiz, bu o'xshatmaydi, ya'ni bu strategiyani ishlatmaysiz. Agarda 5 ta, 6 ta bir xil rangda tushib kelgan bo'lsa, buni ishlatib ketsangiz bo'ladi. Bizga nima kerak bo'ladi? Oxirgi svechani, demak, high and low qismi kerak bo'ladi. Oxirgi svechani high mana bu qismi, low esa mana bu qismi hisoblanadi. Keyingi svechani kuzatib turamiz. O'sha 15 daqiqalik svecha bilamizki, mana bu qismdan ochilinadi. Ochilgandan keyin agarda mana shuni buzib yopiladigan bo'lsa, biz bu holatda buy bitimini qo'rqmasdan ochsak bo'ladi. Trend yo'nalishida albatta. Mana shu holatda demak, shu buzib o'tgandan keyin yopilishiga yoki agar yaxshi impuls bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa sabablari bo'ladigan bo'lsa, mana bu tarixda buzib o'tishi bilan ham savdoga kirib ketsak bo'ladi. Ya'ni yopilishligini kutishimiz shart emas. Bundan keyin stop lossimizni o'rnatadigan joyimiz albatta mana bu pastki qismi bo'ladi stop lossimizga. Bu taxminan sizlarda 20-30 pipsni tashkil qiladi. Agarda mana bu svechani uzunligi juda uzun bo'ladigan bo'lsa, savdoga bu holatda kirmaganinglar ma'qul. Undan tashqari kirsanglar ham juda kichkina risk bilan kirishinglar kerak bo'ladi, balansni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Va sizlar mana shu holatda buy bitimini ochasizlar, o'zingizlarni zonalarga qo'yib foydanglarni olib chiqsanglar bo'ladi. Eng kamida 50 pips yurib beradi deb hisoblasak, menimcha 1 ga 2 dan oshadi, 1 ga 3 risk rewardda ishlagan bo'lasizlar. Buni teskarisini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu holat qanaqa bo'ladi? Down trend ketayotgan holatda 3 ta svechamiz masalan yuqoriga qarab ko'tariladigan bo'lsa, xo'p, 3 ta svechamiz yuqoriga qarab ko'tariladigan bo'lsa va keyingi svechamiz buni buzib o'tadigan bo'lsa, bu holatdan biz sell bitimini ochamiz, stop lossimizni esa yuqoriga o'rnatamiz. Ana shu holatda savdoni amalga oshiramiz. Ana endi kelinglar bozordan mana shu yaqin o'rtada bo'lib kelgan holatlarni ko'rsatib o'taman. E'tibor beradigan bo'lsak, trend yo'nalishi bizda uptrend, bozordan qidirishni boshlaymiz. Mana bizga kerak bo'ladigan joy, bizda 3 ta svechamiz tushgan va bizda e'tibor beramiz. Buzib yopilish holati bo'lyapti. Ya'ni mana bu qismda oxirgi 15 minutlikni maksimum high qismini buzib yopilyapti savdoda. Agarda bitimni biz mana shu buzib o'tilgandan keyin ochadigan bo'lsak, bozor e'tibor bersanglar, bitta shpilka bilan bizni SMC dagi order blogimizni olib ketyapti. Agar SMC ni yaxshi tushunadiganlar bo'lsa, SMC bo'yicha ham yana bitta entry qilib olsanglar bo'ladi. Mana bu holatda ham sizlar hech qanaqangi zarar qilmaysizlar. Bu holatda sizlarning stop lossinglar bo'lsa 26 pips bo'lyapti. 4 pips qo'shib yuboramiz, 30 pipsda normalniy, demak, holatda savdo bo'lyapti. Ana endi buni risk rewardiga e'tibor beramiz. Agarda sizlar bitta impulsinglar tugaguncha savdo qilmoqchi bo'lsanglar, bu holatda shu joydan savdoga kirib impuls tugaguncha 80 pipsdan oshiq daromad qilasizlar. Agarda sabringlar chidab, demak, boshqa analizinglar bo'yicha bozorni yana goldni yuqoriroqqa uchishini bilsanglar, 120 pips bo'lyapti.
Undan keyin sizlarda mana sabablar bo'yicha mana bu holatga e'tibor beramiz. 3 ta svechamiz pastga qarab qulagan. Ya'ni mana bu minimumni buzib o'tgan. Lekin bu qismni ola olmaymiz. Buni ham misol qilib ketsam bo'ladi. Bu yerda chunki 2 ta svechamiz ko'tarilgan. Bizga eng kamida 3 ta svecha bo'lishligi kerak edi. Xo'p, 3 ta svecha pastga qarab qulayapti. Uni maksimumini esa buzib o'ta olgani yo'q. Buzib o'tishga mana bu holat kirmaydi, chunki bu ancha muddatdan keyin, ya'ni struktura уже buzilib pastroqqa tushib, keyin buzib o'tgani hisobga olinmaydi. Xo'p, bizda mana 1, 2, 3 ta svechamiz tushyapti, uni esa sirazi buzib o'tyapti. E'tibor beringlar, bozor pastga qarab o'tlab ketgani yo'q. Mana shu holatda yana bitta savdoga kirib, stop lossimizni esa mana bu yerga o'rnatib, yana bitta daromad qilib olsak bo'ladi. Bugungi kunda mana e'tibor beramiz, 3 ta svechadan ko'proq 4 ta svecha daji ko'tarilyapti. Bu svechani buzib o'tyapti. Buzib o'tgan joydan savdoga kiryapmiz. Bizda esa bozor pastga qarab oqib berdi. Mana bu holatda e'tiboringizga olsanglar bo'ladi. Ya'ni down trend bo'yicha ham ishlab bersa. 3 ta svechamiz ko'tarilyapti. Oxirgi svechani maksimum o'sha minimum qismi buzib o'tilinyapti. Savdoga kiryapmiz, stop loss tepada. Yana sizlarga boom. Endi bularni hammasini o'lchab beradigan bo'lsam, agar mana shu holatgacha demak 100 pips bo'lyapti. Agar mana bu holatdan savdoga kiradigan bo'lsanglar, vashi shokolad bu ham 70 pips bo'lyapti. Stop lossinglar esa 14 pips, e'tibor beringlar. 15 pips qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. 15 pipsga 70 dan oshiq yurib berishligi уже risk rewardlarni ancha katta qilib beradi. Bozorda juda sodda narsa, oshiqcha narsa kerak emas. Faqat sizlar bitta narsani o'rtoqlar yaxshilab tushuninglar. Pastga qarab tushib kelayotgan bozor 3 ta svechani buzib o'tgandan keyin o'zi o'sha holat bayga arziydimi yoki yo'qmi? O'shani e'tibordan chetda qoldirmanglar. Mana bu holatda bayga arzirdi. Chunki e'tibor beringlar, bozor konsolidatsiyadan chiqib ketyapti. Konsolidatsiyadan keyin bozor yuqoriga buzib o'tilishligi demak bo'lyapti. Bu holatda trend liniyani ham уже proboy qilib ketganligi sizlarga bitta misol bo'la oladi. Juda sodda narsa, demak bu narsadan foydalaninglar. Aynan o'rgatgan narsamiz avtorskiy, hech qanaqa bironta kurslarda o'rganib turib sizlarga tushuntirib bermayapmiz. Ushbu kanalda faqatgina avtorskiy videolarni kuzatib borsanglar bo'ladi. Biz faqatgina sizlarga o'sha bozorda pribel qilib chiqib ketishinglarni tarafdorimiz. Hech qanaqangi sizlardan bizlarga pul kerak emas. Mana tekinga strategiya sizlarga. Maza qilib goldni yaxshi ko'radiganlar maza qilib ishlatsa bo'ladi. Buni men tarixdan ko'rsatib beradigan bo'lsam, videomiz 1 soat 2 soatga cho'zilib ketadi. Shuning uchun qisqa va lo'nda eng zo'r bozordagi strategiya gold uchun. Bosinglar o'rtoqlar.